Odamlar qayinsingil so'zini eshitishi bilan bir seskanib tushishadi. Ayniqsa, hali turmushga chiqmagan qizlar yoki kelinlar. Ammo men shu qadar yaxshi qayinsingil ekanimdan o'zimni o'zim qiynab yuribman. Tabiatdan o'ta uyatchangman. Sal narsaga dilim og'rib qolishi, ko'nglim bo'shligi ham bor gap. Qaysidir qilgan ishim kimgadir zarar bersa chiday olmaydigan xilidanman. Hatto shu fe'lim sababli bog'chada ham, maktabda ham dugona orttira olmaganman. Sal narsaga yig'lab yuborganim uchun uydagilar ham ko'nglimga qarashadi. Men ham ularni ranjitmaslik uchun xohishlarimni ham ochiq aytmayman. Ota-onamning ko'ngliga qarab litseyga kirdim, keyin institutga. Hozir ham onamga yoqqan nomzodga rozilik berish arafasidaman. Xullas, yo'q deya olmaydigan yumshoq tabiatim hammaga ayon. Mening bu kamchiligimni oilamizning yangi a'zosi kelinoyim ham bilib olgan. Eng birinchi kuni u menga tap tortmay ish buyurar, ayyorlik bilan yumushlarni bajartirib olardi. Men ham o'ta ko'ngli bo'sh insonman, ammo ahmoq emas. Asalim, meni ishxonamda ish ko'p. Ovqatni siz tayyorlab qo'ying. Haligi yonida shirinlik ham bo'lsin. Iltimos, dedi kelinoyim meni o'pib qo'yarkan. Faqat buni oyijonga aytmang, tag'in dillari xira tortib qolmasin. Mayli kelinoyi, shunday qilib men boshidan oshxona ishlari bo'ynimga elingan. Bu haqda oyimga bildirmaslikka kelinoyimdan ko'p men urinaman. Sababi onam bechora kelinim pazanda, xuddi sendek taom pishiradi. Ishdan kelgunimcha har kuni ovqat ham, kunora salat yoki shirinlik ham tayyor. Baraka topsin, niyatimga yetibman, deydi onam. Onamning bu gaplaridan keyin men nima ham deya olardim? Esimni tanibmanki, onam oqsoqlanib yuradi. Shundoq ham bechoraginamning dardi o'ziga yetarli. Endi men kelinoyimni dangasa desam chidaydimi deb bu haqda bildirmaslikka urinardim. Biroq ovqat mavzusi boshqa. Men ham shu uyning a'zosi bo'lganimdan keyin og'rinmay taom tayyorlashim ham kerak. Buni olamshumul va qo'rqinchli tarafi yo'q, albatta. Hozir aytmoqchi bo'lganlarim ish mavzusida emas. Shundoq ham bu uyda kelinchaklik vazifalarni deyarli hammasini o'zim bajarib yuribman. Buni ko'rgan akam, kelinoyingga hali rahmat deysan. Seni qiynalmasin deyapti-da, deb ko'z qisib qo'yadi. Men-ku yangi xonadonga borib o'z ishimni eplab ketaman. Lekin men ketgach, kelinoyimning o'zi sharmanda bo'ladi. Yana uy ishlari mavzusiga o'tib ketdimi? Xullas, hozir masala boshqa. Kelinoyimning o'g'il bola do'sti bor. O'sha do'sti bilan tez-tez suhbatlashib turishadi. Bu haqda esa akamning xabari yo'q. Akam nihoyatda rashkchi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Kelinoyim qaysi yurak bilan o'sha do'sti bilan telefonda gaplashadi, hayronman. Bu ishingiz yaxshi emas, kelinoyi, dedim bir kun jahlim chiqib. Akam bilib qolsa nima bo'ladi, bilasizmi? Katta janjal bo'ladi, dedi u meni ko'zini uzmay. Shuning uchun akangizga aytmang, yoki akangiz janjal ko'tarishini, keyin men shallaqlik qilishimni va bundan oyijon bilan dadajon siqilishlarini istaysizmi? Kelinoyi,
Tag'in to'y arafasida-ya, yaxshi emas, qayinsingiljon. Kelinoyimning ayyorgina ekanligini bilardim, ammo uning surbetligini qarang. Sizga o'sha do'stingiz bilan gaplashish shunchalar kerakmi? Ha, shunchaki u meni tushunadi. Siz hali yoshsiz, bunday narsalarni anglamaysiz. Ehtimol yoshdirman, lekin bu narsa erga xiyonat ekanligini juda yaxshi bilaman. Xiyonat? Xiyonat qilib nima qilibman? Uchrashib yurganmidim? Biz bor yo'g'i telefonda gaplashamiz, hammasi hazil. Bunisiga chidab bo'lmasdi. Kelinoyim do'stim deb atayotgan odami bilan hazillashib gaplashar ham ekan. Bu sirni bilib qolgach, kimgadir juda yorilgim keldi. Menga uylanayotgan odamga aytay desam, u oilamiz haqida yomon o'ylab qolishi hech gap emas. Oyim va dadamga aytolmayman. Akam haqida ham gap bo'lishi mumkin emas. Mana shularni o'ylab ikki o't orasida qovurilib yurgan bir paytimda kelinoyimning navbatdagi siri fosh bo'ldi. Bir kuni murabbo olish uchun yerto'laga tushsam, ne ko'z bilan ko'rayki, kelinoyim tamaki chekib o'tirgan ekan. Men uni ko'rishim bilan birdan qattiq yo'talib ketdi va qo'lidagi tamakini yashirishga urindi. Jon holatiga yoniga borib, "Nimalar qilyapsiz o'zi? Esingiz joyidami?" deb baqirdim. Uning qo'lidagi tamakini tortib olishga urindim. U esa meni itarib yubordi. "Uyda janjal bo'lishini xohlayapsizmi? Namuncha shaytonlaysiz? Siz nimalar qilyapsiz o'zi? Hammasini aytib beraman. Bugunoq aytib beraman. Keyin hamma ezilishni istayapsizmi? Namuncha xudbin qizsiz? Onangizni o'ylasangiz bo'lardi. Janjalni qo'shnilar eshitsa, to'yingiz ham buziladi. Keyin nima qilasiz?" Bu gaplardan keyin yig'lab yubordim va ko'chaga chiqib ketdim. 2 soatcha ko'chada yurib, nima qilishni o'yladim. Uyga kelganimda ostonada onam kutib oldi. "Qayerlarda yuribsan, bolam? Birdan ko'chaga otilib chiqib ketding. Kelinoying seni kuyov bilan urushib qoldi deb aytdi. Bolajonim, iltimos, meni qiynama, sharmanda qilma. Kuyov bilan nega urishding?" Qarshimda zor qaqshab yig'layotgan onamni qattiq quchoqlab oldim. Bechoraginam, mushtiparginam, bor haqiqatni tilimni uchida tursa ham aytolmadim. Bir tarafdan ota-onam siqilishini o'ylasam, ikkinchi tarafdan uyda janjal chiqishini o'yladim. Ochig'i, bu janjal tufayli to'yim buzilib ketishidan, o'zim ham sharmanda bo'lishdan qo'rqdim. Mana, hozir ham kelinoyimning kirdikorlari meni qiynayapti. Aytaymi, aytmaymi deb ich-etimni yeb yuribman. Ko'nglim bo'shligini bilgan kelinoyim esa endilikda tap tortmay yonimda chekishga o'tgan. Uyda hech kim qolmasa, darrov tamakisiga yopishadi. Orada menga ham taklif qildi. Ustimdan kulgandek menga kulib turadi. Anavi do'sti bilan tinmay SMSda gaplashadi. Har 2 soatda akamga qo'ng'iroq qilib, "Ishqilib kelmayapsizmi? Uyga kelayotganingizni aytib qo'ying, sizni chiroyli kutib olaman-da", deydi. Akam keladigan vaqtni bilgach, darrov xavotirlanib telefon qo'ng'iroqlarini o'chiradi. Do'stini ham ogohlantiradi. Yuvinib, taranib, tovusday yal-yallanib akamning yoniga erini kutib, charchagan kelinchakday chiqadi. Makkora. Uni juda ham yomon ko'raman. To'g'ri,
U men bilan urushmaydi. Menga doim asalim, shakarim deb gapiradi. Lekin bu yolg'onchi va surbet bor gapni aytmasa, men haqimda kuyovga bo'xtonlar aytishdan ham toymaydi deb o'ylayman. Hozircha nima qilishni umuman bilmayapman. Yoki men juda oshirib yuboryapmanmi? Balki zamonaviy hayotda eri bor ayollarning o'g'il bola do'stlari bo'lishi, tamaki chekishlari tabiiy holatdir-a? Yo'q. Axir qanday qilib men bularni hazm qila olmayapman. Qo'limdan kelmayapti. Menga yo'l ko'rsatingizlar. Qanday qilsam ota-onamga, akamga ularni ranjitmasdan kelinoyimning asl yuzini ochib tashlashim mumkin. Hikoyani Shabnamoy o'qidi. E'tiboringiz uchun rahmat va sizlardan maslahatlaringizni kutib qolaman.